17 kilodan 97 kiloga tushdim va 65 ideal vaznga qarab ketayotganim va stabilniy vazn nima uchun ketayotganini sizlarga qisqacha ma'lumot qilib aytib o'taman. Albatta, hamma qilgan xatolardan mana ham qildim. Конечно, internetga kirsak faqat bitta narsani temasi bor, ozish. Qanaqa ozish? Qizlar, bir xil ovqatni yeyishni maslahat bermayman. Nima uchun? Ya'ni bir xil ovqat deganim nima именно? Tuxumli kun. Bir kun faqat tuxum yeysiz yoki bodring yeysiz yoki grechka yeysiz. Bu narsa foyda bermaydi, umuman bermaydi. Qizlar, даже близко не подходите. Siz faqat shu ratsionda ovqatlanib yursangiz, organizmingiz stressga tushib qoladi. Bu narsani organizm xohlamaydi-da, stressga tushgandan keyin stresslar paydo bo'ladi sizda. Bu narsa qanaqadir foydasi bordir, lekin vaqtinchalik. U просто отек ketkazgani uchun siz ozasiz. A tak jir ketmaydi 100%. Undan keyin tushunib yetdimki, что odam sirtidan emas, ichidan o'zini lechit qilish kerak. Oxiri esa shu dorilarni ratsionimga qo'shishni boshladim. Va yana magniy B6 ham bor edi. O'shani ham ichishni boshladim. Kuniga 3 mahal magniy B6 va inazitol bilan alfa-lipovoyanani 2 mahal ichishni boshlaganimdan keyin xolodilnikni ochishlarim, shirinlikka bo'lgan chagalarim umuman yo'qoldi. Bitta kurs ichdim buni, shu bilan umuman bunaqa narsadan qutuldim. Hozir umuman ichmayman. Buni tagida ozgina qoldi, buni ham tagida ozgina qolgan, lekin yetkazmaganman. Chunki dori ichishni juda ham yomon ko'raman, to'g'risi. Albatta, bu dorilarni ichib sizlar o'zingizlardan o'zingizlar ozib qolmaysizlar. Prosta sizlarga bu yordamchi bo'ladi. Ya'ni shirinlikka bo'lgan xohishlar va sirflarni oldini olishga va albatta dieta qilish kerak. Dieta bu oqsilga boy, kletchatkaga boy mahsulotlarni yeyishi va sport bilan shug'ullanishingizni maslahat beraman, qizlar.